Assalomu alaykum. Foydali qazilmalarni boyitish hamda metallurgiya jarayoniga qiziquvchi muxlislarimiz bugun o'sha bizga yana qayta do'stlarimiz, tanishlarimiz tomonidan berilgan savollarga asosan flotatsiya jarayoni unga ta'sir etuvchi omillar hamda flotatsiya jarayoni qanday kelib chiqqan, o'shalar bo'yicha umumiy gaplashamiz. Foydali qazilmalarni bir necha usullar bilan boyitsak bo'ladi, lekin ularning orasida flotatsion yo'l bilan boyitish alohida ahamiyatga ega. Flotatsiya so'zi o'zi lotincha so'zdan olingan bo'lib, ho'llanmayman, ya'ni qalqib chiquvchi ho'llanmayman degan ma'noni bildiradi. Ya'ni o'sha minerallarni 19-asrda Amerika, Angliya hamda Avstraliya olimlari tomonidan rudalarni tadqiq qilib o'rganganda ba'zi bir mineral rudalar suvda yaxshi ho'llanmaslik, ya'ni suv yuqmaslik holatlari aniqlangan va bir necha tajriba ishlari natijasida o'sha sulfidli minerallarni ma'lum bir ta'sir asosida suvda ho'llamay qolish xossasi namoyon bo'lgan. Falme olimi tomonidan o'sha patent asosida flotatsiya jarayoni sanoatga tatbiq qilingan, ya'ni rivojlanish boshlangan. Flotatsiya jarayoni o'sha mineral zarralar yuzasini fizik kimyoviy xossalari farqiga asoslanadi. Ya'ni o'sha minerallarni suv yuqmaslik, gidrofil hamda gidrofob xossalarga asoslanadi. Flotatsiya jarayoni o'sha qo'rg'oshin, mis, oltin, kumush, rux kabi metallarning juda katta miqdori o'sha flotatsion yo'l bilan boyitiladi. Flotatsion yo'l bilan boyitishda afzallik taraflari bor. Bir nechta afzallik taraflari o'sha kambag'al rudalarni boyitsa iqtisodiy samara beradi. Bu degani o'sha kondagi zaxiralardan yetarlicha foydalanib olishga imkoniyat yaratadi. Kompleks boyitish, ya'ni foydali qazilma tarkibida 2 yoki undan ortiq foydali komponent bo'ladigan bo'lsa ham, bu flotatsion yo'l bilan boyitish yaxshi samara beradi. Keyingi afzallik tarafi o'ta mayin yanchilgan, maydalangan minerallarni flotatsion yo'l bilan boyitsa bo'ladi. Masalan, gravitatsion yo'l bilan boyitishda o'ta mayin zarralar boyitma tarkibiga o'tmay chiqindi tarkibiga chiqib ketadi. O'shaning uchun flotatsion yo'l bilan boyitish afzallik tarafi. O'sha mayin yanchilgan rudalarni ham boyitish xususiyatiga ega. Flotatsion yo'l bilan boyitishda misol qilib biz mis flotatsiyasini olamiz. Mis flotatsiyasiga ta'sir etuvchi omillar. Mis rudasi mis porfirli rudalar tarkibida molibden kuchlidir. O'sha ya'ni molibden, mis bir qancha foydali komponenti bor bo'lgan minerallarni flotatsion usulidan boyitganimizda dastlab kollektiv flotatsiya usulidan foydalanamiz. Kollektiv flotatsiya 2 yoki undan ortiq foydali komponentni ajratib olsa boyitmaydi. Kollektiv flotatsiya deyiladi. Kollektiv flotatsiyaga ta'sir etuvchi omillar. Birinchi ta'sir etuvchi omil o'sha flotatsiya jarayoniga kelayotgan minerallarni mineral zarralarning yirikligi, ya'ni yanchish jarayonida to'liq ochilganmi? 0,74 millimetrlik zarralar o'sha 60% dan kam bo'lmasa, flotatsion jarayoni yaxshi bo'ladi. 0,02 dan mayda zarralar o'sha shlam deyiladi. O'ta mayin, ular reagent isrof bo'lishiga hamda foydali metallarning chiqindiga ko'proq chiqib ketishiga sabab bo'ladi. Maksimal 0,1-0,2 millimetrdan yiriklashtirmaslik kerak. O'sha 0,02 dan hamda 0,2 dan orasidagi zarralar flotatsion yaxshi boyitiladi. O'sha yanchilgan mahsulot tarkibida qattiq zarralarning miqdori ham katta ahamiyatga ega. Masalan, 28-29% qattiq zarralar bor bo'lgan bo'tana flotatsiya yo'li bilan yaxshi boyitiladi. Qancha bo'tananing tarkibida foydali komponentlar kamayib boraversa, ya'ni foiz tushib boraversa, shuncha bo'tananing miqdori oshadi-da, flotatsiya vaqtini kamayishiga foydali komponentlarni ajratib olishga ulgurmaydi, chiqindiga chiqib ketadi. Agar foydali komponentning miqdori 30 dan ko'tarib ketiladigan bo'lsa, ko'tarib balandlashib 32, 33, 34 balandlashgan sayin bo'talarni
quyuqligi oshib, kerakli mineral zarralar yuqoriga chiqmay, chiqindiga tushib, cho'k xvost bilan chiqib ketish foizi ko'proq. Birinchisi o'sha qattiq zarralarning miqdori hamda ularning yirikligi. Ikkinchi ta'sir etuvchi omil reagentning miqdori hamda tartibi. Flotatsiya jarayoniga asosiy ahamiyat reagentlarga beriladi. Sababi barcha minerallar suvda og'irlik kuch ta'sirida cho'kib ketadi. Lekin biz unga turli ko'pik hosil qiluvchi, to'plovchi, muhit sozlovchi, faollashtiruvchi bir qancha reagentlarni qo'shish natijasida minerallarda tasniflanish yuzaga keladi. Ya'ni ba'zi bir minerallar reagent bilan faol ta'sirlashadi, foydali minerallar suvda ho'llanmaslik hodisasi namoyon bo'lib, suv yuzasiga ko'tarilib chiqadi o'sha ko'pik hosil qiluvchi reagentlar bilan birgalikda. Ya'ni reagentlarga qancha biz yetarli miqdorda beradigan bo'lsak, tartibini to'g'ri beradigan bo'lsak, flotatsiya jarayoni yaxshi bo'ladi. Agar reagent miqdorini kam beradigan bo'lsak, normasidan kam beradigan bo'lsak, foydali metallarni yetarlicha ajrata olmaydi. Reagent yetishmovchilik yuzaga keladi, foydali minerallar cho'kib ketadi. Agar ortiqcha miqdorda me'yordan ko'p beradigan bo'lsak, keraksiz minerallarni ham yig'ib olish holati yuzaga kelib, flotatsiya jarayonida boyitmaning sifati tushib ketadi. Shuning uchun optimal normani ishlash kerak. Keyingi ta'sir etuvchi omil flotatsiya vaqti. Flotatsiya vaqti o'sha bo'tana bilan kelayotgan minerallarni flotatsiya jarayonida ajratib olish ma'lum bir vaqt birligi ichida amalga oshadi. O'rtacha flotatsiya vaqtini 21 minut deb oladigan bo'lsak, 21 minutdan kamayib borgan sayin foydali komponentlar boyitmaga o'tishdan ko'ra xvostga chiqib ketish foizi oshib ketadi. Agar flotatsiya vaqti normadan masalan 21 bo'lsa, o'sha qancha ko'paygan sayin minerallar ajratib olish foizi ko'payadi, lekin keraksiz minerallarni ham boyitmaga o'tish foizi oshadi. Qancha biz metalni flotatsiya vaqtini oshiradigan bo'lsak, shuncha metal boyitmaga o'tmasdan yig'ilib, ma'lum bir qismi cho'kib xvostga chiqib ketishi mumkin, chiqindiga chiqib ketadi. O'shaning uchun flotatsiya vaqtini ham optimal miqdorda ushlash kerak. Bu o'sha laboratoriya sharoitida amalga oshirilib hisob-kitob qilinadi flotatsiya vaqti. Flotatsiya vaqti bo'yicha ham alohida bitta videorolik tayyorlaymiz. Flotatsiya vaqti qanday hisoblanadi? Endi keyingi ta'sir etuvchi omil temperatura. Temperatura sovigan sayin, ya'ni qish fasllarida katta ishlab chiqarish korxonalarida foydali komponentni ajratib olish miqdori tushib ketadi. Sababi sovuqda reagentlarni suv bilan erib, u bilan ta'sirlash, minerallar bilan ta'sirlash xususiyati kamayadi. Ya'ni flotatsiya jarayoni mineral zarralar yuzasining fizik-kimyoviy xossalari farqiga asoslangan. Ya'ni flotatsiya jarayonida kimyoviy jarayonlar ketadi. Reagentlar suv bilan, minerallar bilan ta'sirlashib, minerallar yuzasiga absorpsiya yutilib, o'shanda qisman kimyoviy reaksiyalar ketadi. Temperaturani agar past ishlaydigan bo'lsa ham reagentlar yaxshi suvga erimay ta'sir ko'rsatadi. Salbiy agar temperaturani haddan tashqari yuqoriga ko'taradigan bo'lsak, bu o'sha reagentlarni faolligi kamayib boradi. Ya'ni kimyoviy parchalanish yuzaga keladi. Flotatsiya temperaturasi o'rtacha 25-40 gradus orasida optimal flotatsiya vaqti temperatura olsak bo'ladi. O'sha 25-40 gradus orasida flotatsiya jarayoni reagentlari optimal holatda bo'ladi. Flotatsiya jarayoniga ta'sir etuvchi keyingi omil inson faktori. Inson omili, ya'ni o'sha flotatsiya jarayonini flotatorlar, ya'ni flotator kasbida ishlovchi xodimlar tomonidan nazorat qilinadi. Ularning to'g'ri nazorat qilmasligi, ya'ni reagentlar miqdori yoki bo'tanalar tarkibidagi foydali komponentning miqdori, yana flotatsiya jarayoniga asosiy faktor havo faktori. Havo berilishda norma kammi ko'pmi hammasini inson ishchi flotator kasbi nazorat qiladi. Mana shu yuqorida aytib o'tilgan mana bu ta'sir etuvchi omillarni to'g'ri nazorat qiladigan bo'lsa, flotatsiya jarayoni ijobiy davom etadi. Flotatsiya jarayonida muammoli vaziyatlar yuzaga keladi. Ba'zan o'sha flotatsiyada ko'pirib ketish
pluvochka deyiladi, o'sha texnologiya tilida pluvochka deyiladi. O'sha ko'piklanish xossasi ko'payib ketdi. Ya'ni o'sha flota parklarda ko'pikning oshib ketishi xossasi yuzaga keladi. Bu o'sha ortiqcha ko'pik hosil qiluvchi reagentning berilganligi yoki bo'lmasam boshqa bir tayyorlash jarayonida ortiqcha moyning isrof bo'lib rudaga qo'shilishi hisobiga ham yuzaga keladi. Bu holatda birinchi o'rinda ko'pik hosil qiluvchi reagentlarning miqdori kamaytiriladi, o'rinlar sozlanadi hamda o'sha reagentni chiqarib olgandan keyin sekin-sekin reagentlar qo'shib, ko'pik hosil qiluvchi qo'shib nastroyga nazorat qilinadi. Yana flotatsiya jarayoniga yuzaga keladigan muammoli vaziyatlar o'sha beriladigan reagentlarni normadan kam yoki ko'p kelishini o'sha o'lchab turmasa ham har soatda o'sha flotatsiya jarayoniga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Ya'ni o'sha sifat ko'rsatkichlariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Flotatsiya jarayonida mana bu quyidagi ko'rsatkichlar nazorat qilinadi. Buni har soat o'sha texnologlar tomonidan nazorat ishlari amalga oshirilib tekshiriladi. Flotatsiya jarayoni juda qiziqarli hamda juda mas'uliyatli jarayon hisoblanadi. Qisqacha mavzuyimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizga qanday mavzular qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozasizlar. Shu bo'yicha men video ma'lumot tayyorlayman. E'tiboringiz uchun rahmat.